Assalomu alaykum, Hakim avtoservis kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa Spark avtomobilni ham boshlab oldik inshaalloh. Bunda qilinadigan ishlarimiz kapot almashtiramiz, usulitr almashtiramiz. Fara, kriloni o'zini rextovka qilamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ishni bitirib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashlarga umid etamiz. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Mana xudo xolasa endi kapot tortib tashishni boshladik. Radiator galasi ham, usulitrlar hamma narsasi asoqib ketib qoldi. Xolasani tashib ko'rsatamiz. Mayka tushgan sanliga 20 metr kichkinagina stoppercha ushlab turadi-da buni. Shuning uchun ko'ngil xotirjam bo'lishi uchun yaxshilab tushganini ko'rib olish kerak, stopperga ilinganini bilib olish kerak. Xudo xolasa ularni o'tkazib, mosni ham rixtovka qilib ko'rgan bo'lsanglar, menda pocha bo'lib ketgan. Rixtovka qilib, chiroyli qilib, yana qo'yishni boshladik. Buni datchilarni ham mana yangi olib kelib, yangilarni qo'yapmiz. Tayyorlab kesib oldik, kartondan yasab, endi buni chiroyli qilib akkuratni kesamiz. Qo'yish kerak obязательно. Bunimizni o'rnini sal kichikroq olgan. Qo'yib oldik, xohlasa chiroyli kesamiz. Istiqlikni ko'rsatadigan datchiga bu orqa tomonida mana bu yerda aerobagni datchiga, bu yerda kapot ochiq yopiqligini ko'rsatuvchi datchiga, hop bu yerda radiatorda datchida. Har bittasini xudo xolasa chiroyli qilib mana inshaalloh o'zidek qilib, oldin qanday bo'lsa, shunday qilib berdik. Har bittasi mana bunday narsalarga e'tibor berib mana narsani yig'ishni o'ziga kamida 2 soat vaqt ketdi. Chunki o'ta mayda-chuyda narsalar nihoyatda ko'p. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ishlarni ko'ryapsiz. Suratni qilib hamma narsasini joy-joyiga qo'yib, kabellarini ham krasiyani ichlarigacha sepib berganmiz. Xudo xolasa birov bilmaydigan qilib beryapmiz. Endi maqsadimiz buni birovga bildirmasdan aybini yashirish emas, ishimizni sifatli qilib chiroyli qilib qo'ymoqchimiz. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shuni bizga telefon qiling aka. Borib, mashinangizni o'zimiz ko'ramiz, mas'uliyatni hisoblab beramiz. Men endi bunday qilib beramiz deb aytamiz inshaalloh aka. Mana, hoji akamiz ham keldi mana. Hayitga dam olishga ketuvdi. Borib, bir kun dam olib kelaman deydi. Mana bugun 3-kun, 3 kundan beri dam olyapti mana. Mana akalar, xudo xohlasa inshaalloh zazorlarni tekizlab, inshaalloh mana ko'rib turibsizlar, bir yapaq qilib, Alloh qodir qilgancha chiroq qilib qo'yib oldik mana. Akalar, hech narsasi peredelka bo'lmadi. O'zinikini o'ziga qilib. Banferda bu svetda yo'q ekan. Inshaalloh banferda sepamiz, kapot sepamiz. Chiroq qilib yig'ib beramiz. Xohlasa bu ishlarimizni mana katta qilamiz. Uzatmasa keladasizlar. Tuproq ko'chalarda o'tgan. Bunga nima deysizlar endi akalar? Allohning izni bilan, Allohning qudrati bilan xudo xolasa chopga chiqdi-da. Inshaalloh buni quritib, chiroyli qilib polirovkalar qilib bersak, inshaalloh yana ham biletli bo'lib. Shakllar ham qaranglar, xudo xolasa zo'r chiqdi. Inshaalloh qurishi bilan egalariga taqib chiroyli qilib topshiramiz. 2 milli shkulka bilan sekin mana qilib tepasini bir qavat qatlamini olib
Chunki ozgina shagrini bundan ko'ra yirikroq bo'lib qoladi zavoddan ko'ra. Buni 2 minglab chiqildi. Endi bitta polirovka qilib qo'ysin, xudo xolasa. Chiroyli bo'lib qoladi. Hozir takor matigi bo'lib qoladi mana bu. Endi buni bitta Hakim avtoservis. Xudo xolasa mana Sparkimizni ham ishimizni Sparkdagi ishlarimizni tugatdik. Kapot almashdi, kapot sepildi. Buni burchagida jichalik to'p kiyishib qoldi. Xudo xolasa uni biktibchilarimiz qilib beradi. Xo'p, banfer almashdi. Banfer bu svetda yo'q ekan, banferga ham ko'rsatdik. Ikkita fara, ichidagi qismlarni to'liq ko'rsatdik, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Usta nimasini ochib oling, bagajini. Kapotni ochib oling. Xudo xolasa ishlarni ham ko'rsatdik. Ko'ryapsizlar, polirovkamiz ham xudo xolasa chiroyli chiqdi. Inshaalloh mana akalar hamma narsasini joy-joyiga qo'yib, chiroyli qilib yasab berdik. Narsalarni ham o'rnatib, yopilishlarini ham qo'yib yubordik. Qani. Mazami? Bitta aka shu yergacha ko'rdingiz, endi bitta aka xursand qilib qo'ying, yurechani bosib qo'ygan aka. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, Allohga omonatsizlar. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shuni kelaverasizlar aka. Inshaalloh shu yerdamiz.